Do'stlar, bugun sizlarga O'zbekiston sharoitida haqiqiy koreyskiy kimchi qanaqa bo'lishini tayyorlanishini o'rgataman. Qo'shilayotgan mahsulotlarni qattiq olamiz sizlarning opисаниеda yozib qoldirib qo'yaman. Bu videoga like bosib, repost bosib, do'stlaringga ham jo'natib qo'yinglar. Koreyskiy kimchini hamma tayyorlab yeb ko'rsin. Ko'rgan bo'lsangiz, sho'r suvni tayyorlab oldim. Uni tablangiga ko'ra qo'shib tayyorlasalar ham bo'ladi, lekin sizni ham grammni примерно yozib qo'yaman. Keyin xamirimizni suvga solib tayyorlab oldim. Bu har doim kerak bo'ladi. Qo'shilayotgan narsalardan asosiy narsasi shu turub bo'ladi, koreyskiy turub. Shuni ham olib, sizlar ham o'zlaring tayyorlab yeb ko'ringlar. Turubni o'zini ham tayyorlasa ham bo'ladi. Videoda bir marta ko'rib kimchi tayyorlab olish xato ish, chunki videoda yaxshilab ko'rsalaring karamni ham suv qilgan hammasi guli-guliga joy-joyiga qilib qo'yish kerak. Ozgina xato bilan kimchi emas, boshqa narsa tayyorlab qo'yishlaring mumkin. O'shaning uchun yaxshilab videoda ko'ringlar, 1-2 marta. Keyin bu narsani tayyorlab yeb ko'rmasalar ham bo'lmaydi. Har doim koreyskiy kimchini yeb yuribmiz deyapsizlarda. Umuman O'zbekistonda hali bunaqa koreyskiy kimchi ko'rmadim men o'zim. Ishoninglar, koreyskiy kimchini videoda ko'rinishi osonga o'xshab tuyuladi, lekin qiyin, bellarga og'ir kelib ketdi, lekin ayollarga oson bo'lishi mumkin. Buni tayyorlashga eringanlar uchun men hozir yangicha narsa o'ylayapman. Qani O'zbekistonda o'zim kimchi tayyorlab sotaymikin deyapman. Nima deysizlar? Lekin narxi qimmat bo'ladi. Chunki bu kelayotgan narsalar Koreyadan keladi, qimmat narsalar ishlatiladi. Narxi agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, примерно kilosi $50 dan $70 gacha bo'lishi kerak. Sotib olaman deganlar kommentariyaga yozib qoldirib qo'ysalar ham bo'ladi.